Baxt pastki chiziqcha muhri. Biz ham qolib ketdikmi deyman. Yo'q, qolib ketmadingiz. Keling, men sizni profilingizni shaxsan o'zim haqiqiy sotuv profiliga aylantirib beraman. Profil rasmi yaxshi, email bo'limida ham hamma kerakli kalit so'zlar shakllantirilgan va kirgan odam sizni darrov nima sotishingizni bilib oladi. Asibey bo'limida esa men yaxshigina o'zgartirish kiritgan bo'lardim, chunki siz shunchaki juftliklar va oila uchun tayyor sovg'alar degansiz. Men esa mijozlar varonkasini kengroq ochib, juftliklar, oila, yubiley, bayramlar uchun sovg'alar degan bo'lardim. Ikkinchi qatorda esa shu paytgacha necha mingta mijoz bilan ishlagansiz. Shuni raqamlarda ko'rsatib keting. Bu sizga nisbatan katta ishonch va bozordagi tajribangizni aniq ko'rsatib beradi. Uchinchi qatorda esa filtrlamasdan umumiy hisobda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz deb qo'ying. Va joy qolsa qanday qilib siz bilan aloqaga chiqish mumkinligini ko'rsatib ketsangiz bo'ladi. Va sotuv profili uchun eng muhim highlight, ya'ni aktualniyalarni shakllantirib qo'yishingiz kerak. Sizga 4 ta aktualni yetadi. Birinchisi bu biz haqimizda. Ikkinchisi esa mijozlar fikri, bu juda ham muhim. Uchinchisi esa mahsulotlaringiz haqida albatta highlights bo'lishi kerak. To'rtinchisi esa sizda qanaqa unikal va individual takliflar bor, uni ham shakllantirib qo'ying. Instagramda to'g'ri yurg'azib sotuvlaringizni oshirmoqchimisiz? Kommentariyaga brend so'zini yozib qoldiring, sizga zo'r taklifimiz bor.